akneni ustiga qo'yasiz. Agar yuzingiz ta'sirchan bo'lmasa, ya'ni qizarib ketib, achishadigan qo'ja bo'lmasa, unda yuzingizga yuqasloyni sursangiz ham bo'ladi. Ertalab ishoninglar surasizlar-yu, ertalabki yuzingizning holatini ko'rsanglar, vau deysizlar-da. Chunki kech payt qilgandan keyin ertalab sirazi yuzimni yuvish uchun borganimda yuzim tiniq bo'lib turadi. Ya'ni aknelarni ham ustini shunaqa quritib beradi. Даже ichida gnoylari bor bo'lgan aknelarga ham rosa ham foydali. Gnoylari bor bo'lgan aknelarga qanaqa ishlatiladi? Buni olasiz, oq bo'ladi. Bu imенно akneni ustiga surasizda, ko'proq surasizda yoki bo'lmasam suxoy salfetka yoki bo'lmasam stretch qo'yib qo'yasiz. Ertalab olib tashlaysiz. Ustida ozgina o'qigan bilan unda ish qilaverasiz. Ishoning shunaqa zo'r ketkazadi. Men o'zi 2 mahal ishlatdim. Sizlar bir mahaldan ham boshlanishiga ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Zarari yo'q umuman. Chunki realni foydasi bor. Shuning uchun o'zimning brendimni chiqardim bu narsani. Mana o'zimda rezultat bo'ldi.